Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birinchisiga Turex Yusuf. Videomizda bloshchasida ko'rib turganingizki, bugun biz trendagi pozitsiyalar nomini o'rganamiz. Videoni boshlashimdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Videomizga like bosib qo'ying, unda men boshladim. Xo'p, bizda birinchi pozitsiya ikkinchi slot tarafdagi mana bu uycha, buni domik deb ataladi. Keyingi pozitsiyamiz nomi xuddi shu narsa magazin deb ataladi. Pozitsiya nomi shunchaki konteyner deb ataladi. Bu pozitsiya nomi esa shunchaki betonka deb nomlanadi. Bu yerni center deb ataladi. Agar info bermoqchi bo'lsangiz, shu oq chiziqlarni hammasini center deb hisoblanadi. Bu yerni korobka deb ataladi. Endi birinchi slot tarafdagi pozitsiyalarni o'rganamiz. Mana bu joyimiz nomi esa ustaxona deyiladi. Keyingi pozitsiyamiz taxtalar deb ataladi. Taxta, to'nka, o'z xohlaganingizga ataverasiz. Bu pozitsiyamiz nomi besetka deb ataladi. Bu pozitsiyaning nomi konteyner. Agar sheringizga info bermoqchi bo'lsangiz, o'ng tarafdagi konteynerda deyaverasiz. Bu ham korobka, bu ham korobka. Ikkalasini bir xil ataysiz, chunki bu pozitsiya faqat birinchi slot tarafda bor xolos. Akalar, agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Albatta kommentariyaga yozib qo'ying, keyingi safar qanaqa video olib chiqay, challenge bajaraymi, boshqa qilaymi? Kommentlarni hammasini o'qiyman. Hammaga xayr.